Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana ro'za-i Ramazon oyimiz ham nihoyalab bormoqda. Bugun men sizlarga yana bir ajoyib she'rni taqdim etaman. Ro'zadorimga. Bugun sizni bir bor yo'qlab qo'yay dedim. Sog'lig'ingiz, ishlaringiz bilay dedim. Ona bo'lib, opa bo'lib, singil bo'lib, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Rahmat, mag'firat oyi mohi Ramazon, do'zaxdan panoh oyi mohi Ramazon, 12 oy sultoni shohi Ramazon, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Ro'zg'oringiz bitmi, yo'qmi g'ami ko'stingiz? Rizqingizni so'rab duo qilay do'stim. Taningiz sog', ishlaringiz ham durustmi? Ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Charchoq yo'qmi? Bermayman bunday savol. Ro'za charchash emas, balki tanga mador. Yig'yapsiz oxiratga zaxiralar. Ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Baraka yog'ilib turgan saharlikda, farishtalar mehmon bo'lgan iftorlikda, qadr kechasi yashirilgan 10 kunlikda, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Uyqudan voz kechib tunlar ibodatda, kunduzlar qulda Qur'on tilovatda, bunda albat mukofot bor qiyomatda, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Birov bilib, birov bilmas ihson qilib, bu oyga zeb bermoqdasiz zakot berib, yetim, bemor, nochorlardan xabar olib, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Yo'qdir g'iybat, uyat so'zlar, so'kish, qarg'ish, yo'qdir dilozorlik, janjal, gunoh, urush, nafslarni isloh qilib, qo'ymasdan bo'sh, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Ro'zg'orlarni butlab qo'ygan o'g'illarim, xizmat qilgan qiz, kelinlar, oydinlarim, ajru savob olayotgan azizlarim, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Bu oy ko'plab duo qiling, unga yetar. Farishtalar duolarni darhol ertar. Inshaalloh sizni beshak rayon kutar, ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Ro'zg'orlar duo qilar, ro'zadorlar duo qilar. Siz omin deng. Kelasi yil Makkada siz iftorlik qiling. Masjidul Haramda duolar o'qib, Baytullohga qarab Zamzam suvini iching. Ro'zadorim, ahvolingiz so'ray dedim. Ona bo'lib, opa bo'lib, singil bo'lib, yor bo'lib, farzand bo'lib, ustoz bo'lib, ro'zadorim, sizdan xabar olay dedim. Bir imorat, u dunyoga bir imorat solay dedim. Qur'on degan bozoriga asta keldim. Savdogarlar chinon ekan kutib oldi. Birin-ketin jihozlarni sanay oldi. Mana Yasin, mana Ixlos, baraka bor. Oling arzon, hatto tekin baqara bor. Zikrlar bor, salovat bor, hamd va sano, shukrlar bor, tavbalar bor, ming tasanno. Solar o'yim katta emas, 2 metr. Sal oshiqcha so'rar bo'lsam, meni kechir. Bismillah deb atalgan 4 ustun oldim. Uyqulamas namoz degan usta soldim. O'zim uchun shinam qulay yorug' bo'lsin. Buning uchun Fotihadan g'ish qo'yilsin. Taborakdan oldim o'yim peshtoqlarim. Bezab o'yim tinmay mulkim shtoqlarim. Har muxlari bo'lib zikr hamdu sano, salovatlar bezar o'yim. Ming tasanno. Bu dunyodan o'yim bitar, tom yopilar. Shifrlari zakot, fitr, test topilar. Ar-Rohmandan derazasi qibla tomon. Yetay bir kun shu o'yimga eson omon. O'yim bitar, ko'z yoshlarda selday oqdim.
qorong'ulik bo'lmasdira yosin degan chiroq yoqdim. Devorlarni bezab hayju umralardan qilsin Rabbim kechirimli ummatlardan. Qadrli tinglovchilar, she'rim yoqqan bo'lsa izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Ilohim barchamizni qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizda Alloh dargohiga qabul qilib, barchamizga oxiratda jannatlardan joy ato qilsin. Amin.